Bugun 9-aprel sohibqiron Amir Temur tavalludiga 690 yil to'lgan sana. Mazkur sana O'zagroinspeksiya tomonidan ham munosib nishonlanadi. Bilamiz, Amir Temur buyuk sarkarda, yirik davlat arbobi, markazlashgan davlat asoschisi, ilm-fan va madaniyat homiysi hisoblanadi. Keling, Amir Temur haqidagi faktlarni O'zagroinspeksiya xodimlaridan ham so'rab ko'ramiz. Nimalarni bilishar ekan? Marhamat. Fransiyalik tarixchi olim Marsel Bryonning buyuk bobokalonimiz Amir Temur haqidagi Men kim sohibqiron Jahongir Temur nomli asari AQSh va G'arbiy Yevropaning ko'pgina davlatlarida tarjima qilinib, kitobxonlar tomonidan sevib mutolaa qilib kelinmoqda. Amir Temur o'z piri ustozi Abubakr Toyibodiyning rosti, ya'ni haqqo'y bo'lsang najot topasan degan hikmatini o'z tomg'asiga muhr sifatida o'rnattirgan. Vengriyalik turkshunos olim Herman van Berry Amir Temur shunday bir davlat shakllantirganki, bu davlatda bugungi kunga qadar turkiylar juda katta haroratni his qiladilar. Amir Temur buyuk sarkarda bo'lishi bilan bir qatorda jonboz quruvchi edi. U ajoyib bog'-rog'li, muhtasham inshootlar va binolar barpo etdi. Egallab olgan hududlarda shahar va qishloqlarni obod qildi va qayta tikladi. Sug'orish tizimlari barpo etildi hamda ta'mirlandi. Rasmiy tarix ta'biriga ko'ra, u ekin ekishga yaroqli bo'lgan bir qarich ham yerlarni bekor qo'ymasdi. Sharqshunos, manbashunos olim Bartolt asarida keltirilgan.